Assalomu alaykum. Aleykümselam amca. Gelin. Yaxshimisiz? Necha rul chuqur tikishni ko'rsatmadigan endi ko'rsating. Bo'ldi, olib keldim amca. Ha. To'g'risi ko'rsatganim mana qilishini. Rulchqol ochamiz. M razmerlisi. Rulimizni teskari qo'yib turib, chokini mana shu tepasiga qilamiz. Mana chokini. Xolisalar yozuvni o'z tarafga qilsangiz, mana tepasida turadi, xolisa orqasiga qo'ysangiz bo'ladi. Rulga chuqur kiygizib turib, choklarni ko'rib olamiz. Choki mana bunaqa yetmay qolsa, demak kichkina rulchqol bo'ladi. Bu yaxshi o'zining razmerdagisi, ustiga chiqib ketib qolsa ham bo'lmaydi. Aylanib ketib qoladi rulchqol, qattiq tarang turmaydi. Tayyor bo'ldi. Xolisi o'zining pakovkasi ichida ipi bilan ignasi ham chiqadi. Ignasi ipi. Ipi ancha uzun bo'ladi. Ipini yarmini olsak ham bo'ladi. O'rtasidan kesib olsak. Ignadan o'tkazib olamiz. Ignadan o'tkazganimizdan keyin ipni uchini tugib olsak, mana shu joyi kerak. Undan keyin men mana shu burchakdan boshlayman. Siz burchak qismidan boshlaysiz. Xolisi bu burchak, xolisi bu burchak. Kimga qaytib qulay bo'lsa, menga qulay. Mana shu burchakdan boshlab tarafdan ignani tiqib olamiz. Boyga tuqqan joyimiz ip ushlab qoladi. Tiqib oldik. Ana endi choki bor. Ro'para chokidan o'tkazib ketaveramiz. Bismillah. Bu chokidan и u tarafdagi chokidan o'tkazamizda tortamiz. Ushlab turamiz buni. Bo'shab ketmasligi uchun shu holatda davom etamiz.